Mana ikkita uyni o'rtasiga pechkalarimiz bor. Balandligini 1 metr, eniga 35 qilib buzasiz. Uyni yarmini buzish shart emas. Osongina o'rnatasiz. Bitta o'zim o'rnatib qo'yamiz mana. O'rtasida ham tumolog'i bor, issiqni zo'r beradi. Qaysi uyga ko'proq issiq berish kerak bo'lsa, o'sha tomonini ochib qo'yasiz. Mana eshiklari ham qalin bo'lgan, chugunli bo'lgan, tortmasi bor. Ikkita uyni o'rtasiga qilingan. Mana orqasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqasida ham eshigi bor. Agar orqadagi uyni ko'proq istaman desangiz, mana bemalol ochib qo'yaverasiz. Tagidan ham issiq chiqadi. Bu o'zgacha yasalgan pechkamiz. Endi bu pechkamiz ham ikkita xonaga moslashgan pechka. Mana bir tomondan tiqib qo'yasiz. 35 ga bo'yini 1 metr qilib buzasiz. Shunday tiqib qo'yasiz. Ikkita xonani bemalol isitadi. Xo'p, materiallariga kelsak, mana tepa qismi 6 li listda bo'lgan, juda qalin, eshilmaydi ancha-munchaga mana. Bu atrofi ham 4 lida bo'lgan, ichi kuymaydigan chugunda bo'lgan, yonlari 3 lida bo'lgan. Bunimizni narxiga kelsak, 1,5 million so'm qilib beramiz. Ishlab chiqaruvchidan 10 yilga garantiya beramiz. Xo'p, undan keyin mana pechkamiz bor. Bu pechkamiz ham juda ajoyib qilib ishlangan. Tepa qismi 6 lida bo'lgan, yonlari 3 lida bo'lgan. Keyin material, qanaqa material ishlatilayotganini ko'rsatish uchun kraska qilinmagan. Albatta sizga kraska qilib beramiz. Buni narxiga kelsak 1 million 300 ming qilib beramiz. Undan keyin mana gibrid pechka deyiladi, ulamali. Bunimiz ham o'zgacha yasalgan, sinovdan o'tgan, ozgina o'tin ko'mirga isitaveradi, katta xonalarda isitadi. Bunimizni tepasi 6 li bo'lgan, yonlari 3 li bo'lgan. Keyin razmeriga kelsak, uzuni 65, eni 33 bo'ladi. Undan keyin mana kichkinaroq pechkamiz bor. Bu pechkamiz ham katta joylarda isitadi, kichkina bo'lgani bilan ozgina o'tin ko'mirga katta ob'yomlarda isitadi. Bunimizni narxiga kelsak, bunimizni 1 million so'm qilib beramiz. Undan keyin ulamasizlari kerak deganlarga mana yonlarini chiroyli qilib lazerlarda kesib uyingizga qo'ysangiz ham chiroyli turadi. Mana materiallariga ham e'tibor beringlar. Faqat yangilik ishlatilgan. Keyin mana eshiklariga ham e'tibor beringlar. Qalin to'rlikda qilingan. Atrofidagilari ham uzilmagan. Splashnoy lazerda kesilgan. Eshilmaydi, tutamaydi. Tepa qismini ham qalin qilishdan maqsad qopqog'i bor. Agar eshilib qolsa, shatdan tutadigan bo'lib qoladi. Bu pechkalarimizni narxi 1 million so'm. Mana undan keyin kichkinaroq gibrid pechka deyiladi bu. Bunimizni narxiga kelsak, buni sotilish narxi 700 ming. Keyin mana kichkinaroq, yana ham kichkinaroq pechkamiz bor. Bu ham zo'r ishlaydi. Umuman tutun qaytarmaydi. Qalinligi 6 lida bo'lgan, yonlari 3 lida bo'lgan, yangi listda bo'lgan. Mana keyin eshigi ham qalin bo'lgan. Atrofidagi palasalari ham to'rli bo'lgan. Eshilib ketmasinga qalin qilganmiz. Bunimizni narxi shu turishi 600 ming. Agar kraskali variant bo'lsa 650 ming qilib beramiz. Endi mana hammom pechkalarimiz bor, parilka pechkalarimiz bor, tosh terib isitaverasiz. Bunimizni narxi 1 million 100 ming so'm bo'ladi, kraskalangan varianti. Bunimizni mana shu turishi 1 million bo'ladi. Agar kraska qilib bering desa, mana holatda bo'ladi, 1 million so'm qilib beramiz. Bular ham qalin listlarda bo'lgan. Agar mahsulotlarimiz kimgadir yoqqan bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.